Hello bolalar, sizlar bilan mana shuna Lord Mine. Bugungi videoda sizlar bilan birgalikda o'sha O'zbekistondagi eng ko'p obunachiga ega Minecraft youtuberlarini ko'rib chiqamiz bolalar. Oldingi videoda eng zo'r videolarni montaj bo'ladigan youtuberlarning top 3 taligini ko'rib chiqqandik. Bugungi videoda bo'lsa eng ko'p obunachiga ega top 5 Minecraft youtuberini ko'rib chiqamiz O'zbekistondagi. Shuning uchun albatta videoga like bosing va kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin bolalar. Bizning maqsadimiz 1K bo'lish. Va albatta Telegram kanalimga ham o'tib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Telegram kanalimda har kuni kechqurun serverlar ochib maza qilib birga o'ynaymiz bolalar. Ya'ni imperiyamizni quramiz. Telegram kanalim silkasi bo'lsa albatta kommentariyada bo'ladi. Qani bo'lsa bolalar videoni boshladik. Va bizda 5-o'rinda o'sha hammangiz tanigan Kaizo bola. Nimaga aynan Kaizo bola? Chunki men hamma youtuberlarni qarab chiqdim va Kaizo 5-o'ringa tushar ekan. Chunki uni obunachisi 154 mingta hozirda YouTube'da. Eng ko'p prosmotr olgan videosi bo'lsa 662 mingta. Ya'ni Minecraft lekin moblardan qurollanib tushadi. Unda normal 662 mingta bir yilda. Bu bo'lmasa bola 4-o'ringa o'tamiz videoni cho'zib o'tirmasdan o'sha 5-o'rin. Kaizo 4-o'rin esa taxmin qilib ko'ringlar bolalar. Va 1-o'rinda qaysi youtuber deb o'ylagansiz, buni kommentariyga yozib qoldirish esdan chiqmasin. Va bizning oldingi videoda chiqqanidek 4-o'rinda o'sha hammalar tanigan hacker bo'ladi. Nimaga aynan hacker? Chunki hackerning obunachisi 152 mingta va uning obunachisi 200 mingtadan ko'p edi, lekin kanalni sotib olib yana yangi kanal ochibdi. Va uni hozirda eng ko'p ko'rilgan videosi 1 million 400. Da bolalar, bu yangi kanal uchun вообще cho'tki natija. Ayniqsa 7 ta video bilan bolalar 150 mingta obunachi bo'libdi. Xuya bola hacker sila. Oldingi videomizda 1-o'ringa qo'ygandim hackerni, o'sha hamma kommentariyaga modullar deb yozib tashadi. Hacker emas, artefakt zo'r. Men bu yerda bola eng ko'p obunachili youtuber demaganman. Videolar eng zo'r montaj bo'ladigan deganman. Va bolalar, mana 4-o'rinni ham ko'rib oldinglar. Endi 3-o'ringa ham o'tsak bo'ladi. 3-o'ringa o'tishdan oldin sizlarga bolalar bir topshiriq bermoqchiman. Mana bunaqa portlashlar bo'ladi video davomida. Va shunaqa portlashlardan nechta bo'lganini bolalar hammasini sanab chiqib videoni oxirigacha ko'rib, albatta kommentariyaga yozib qo'yinglar nechta portlash bo'lganini. Men o'zim sanolmayapman bolalar nimagadir. Qani bo'lmasam bolalar 3-o'ringa olg'a. Bizning 3-o'rinimizda bo'lsa o'sha hammangiz tanigan va hozirda YouTube'da uncha aktiv bo'lmayotgan Yasiko bola. Yasiko oldin вообще aktiv YouTube'da ko'proq videolar qo'yardi va вообще zo'r videolar olardi. Hozirda Bradna YouTube kanalida 300 mingta obunachisi bor. Yasikoning kanaldagi eng ko'p ko'rilgan video kasallanganlar 2-qism 3 million prosmotr 2 yilda. Wow, 3 million prosmotr bor. Bu вообще zo'r natija degan 3 million prosmotr. Xuya bola, mana videolarim bo'lsa hali hech qaysi video 10 mingta prosmotrga ham chiqmagan. Lekin 6 mingtaga chiqdi. Meniki ham yangi kanal, lekin mayli bola, hali biz ham ko'tarilib ketamiz. Shuning uchun kanalga obuna bo'linglar va videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin bola. 3-o'rinni ko'rgan bo'lsanglar biz 2-o'ringa o'tamiz. 2-o'rin bo'lsa sizlar taxmin qilgan youtuber bo'ladi. Miylar kelgan youtuber bo'ladi. Balki u kelmagandir, lekin 1-o'rin kimligini bola albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar videoni oxirigacha ko'rishdan oldin. Va videoni umuman o'tkazmasdan ko'rishga harakat qilinglar. Va bizning 2-o'rinimizda o'sha O'zbekiston legendasi, ya'ni O'zbekistonga Minecraftni olib kirgan youtuber Raker bo'ladi. Albatta sizlar bu youtuberni taxmin qilib ko'rgansizlar va bu eng O'zbekiston tarixidagi afsonaviy youtuber. Hozirda Rakerning YouTube kanalida 440 mingta obunachi bor va Raker bola past 2 yildan beri umuman video chiqarmayapti. Sababini bola hech kim bilmaydi. Sababini bilsanglar albatta kommentariyaga yozib qo'yinglar, men ham bilib olay nimaligini. Rakerning YouTube'dagi eng ko'p prosmotr olgan videosi 1 million 300. Mashina sotib oldim. 2 yil oldin chiqargan. 1 million 300 prosmotr. Bu ham normal prosmotr degani bolalar 2 yilda. Xuya, lekin qolgan youtuberlarnikidan ozgina kamroq ekan uni. Legenda youtuber. Albatta bolalar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Sizlar uchun O'zbekistondagi eng zo'r youtuber kim? Albatta ko'pingiz uchun artefakt, lekin men uchun albatta Raker. Bo'lmasam bola, sizlarni kuttirib o'tirmasdan 1-o'ringa ham o'tamiz. 1-o'rin albatta o'sha hammangiz yaxshi ko'rgan artefakt bola. Artefaktni hozirda YouTube kanalida 1 million 200 obunachisi bor va eng ko'p ko'rilgan videosi 10 million prosmotr olgan bola. Xuya bola, 10 million o'ylayapsizlarmi? Va yetmaganida
yana bitta videosi bolalar 9 milyon 700. Yeba bolalar. Вообще просто bomba. Wow. Miyam yig'may bu prosmotr bolalar. 10 milyon. Yeba. Ikkita videosidan pashti 20 milyon prosmotr chiqargan demak. Bo'lmasam bolalar ostidagi artefaktni 10 millionlik videosidan ozgina lavhani qo'yib beraman va u videoni nima sababdan 10 million prosmotr olganini bilib olishingiz mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Yani boshlash kerak. Baqir-chaqir qilma, birinchi kiyimlarni, qurol yaroqlarni kiyib olish kerak. Bo'l, richakni bos. Bos deyapman. O, bo'ldi. Endi qurol yaroqlarni ol, hammasiga ko'rsatib qo'yamiz. Ha, qishloqqa biroq qurol yaroq bilan menimcha ularni birinchi fazasini bemalol yo'q qilamiz. Ikkinchi, uchinchilarni bilmadim. Ovqat ham, bombalarni ham olib olamiz. Qishloqqa jang boshlandi. Qani u yaramas zombilar qayerda? Menga ularni ko'rsatinglar. O, juda qaranglar do'stlar, qanchalik ko'plar. Umid qilamanki hammasini yo'q qilamiz. O, midalarni bosib o'lishni boshlashdi. Midalar ishga kirishdi. Qani otdik. Hammayni yo'q qilaman, yaramaslar. Buncha qara pastga qarab, bulardan buncha ko'p bomba otamiz. Qara, qanchalik ko'p to'plangan. Hammasini bombada yo'q qilib tashlaymiz. Qishloqni bo'l, tezlash, ishla. Menimcha golemlarni qo'yib yuboradigan vaqt keldi. Olg'a. Golemlar, men sizlarni hozir ozod qilaman. Nega shu dastakni buyog'roqqa qo'ymadimmi? Mayli, 1 2 3 golemlar olg'a. Tayyor, hammasi pastga tushdi. Zombilarga ko'rsatib qo'yinglar. Arti bu yerga kel. Bu birinchi faza bo'lsa ham ularga qarshi chiqish kerak. Yaxshigina ular hozir devorni buzib ichariga kirishmasin. Men anchasini yo'q qildim, lekin yordaming kerak. Mana bo'ldi, qishloqqa keldim. Havasini o'tyapman. Yaramas qaysi tupa bosildi degan buni bo'lmayapti. Bittagina jonim qoldi do'stlar. Qanday tirik qoldim o'zi. Qochish kerak. Qishloqqa padala. Meni saqlab qol, qo'zi o'ldirishadi. Bitta otaman, kelmanglar. Jonim qaq, qishloqqa yordam ber. Tezroq tepaga chiq. Men seni panalab turaman. Creeper ehtiyot bo'l, Creeper. Hozir hal qilaman hammasini. Sen tezroq tepaga chiq. Yo'q, qishloqqa men pastda turib hammasini hal qilaman. Keyingi faza tepaga chiqaman. O'l, hamma yaramaslar, o'linglar. Qani bomba ham otamiz. Basanga. Mana yana olinglar, yeyinglar. Qani yo'qyaptimi, a? Yo'q bo'l, hammang namuncha ko'psizlar, yaramas zombilar. Menimcha ancha kamayib qolishdi. Qani bu yerga kel, hammangni otaman. O'q tugab qoldi. Bir ot. Qaysi biringda qurol bor? Qishloqqa bularning quroli ham bor ekan, bir xillarida. Mana bo'ldi, o'ldirdim. Qani yana bormi? Yana, a? Qaysi biring o'lga kelyapti? Mana senga. Birinchi faza tugadi. Ikkinchisiga tayyorgarlikni boshlaymiz. Qishloqqa ikkinchi faza boshlandi. Qani ular, hammasini yo'yib tashlaymiz. Bu safar menimcha kuchliroqlar ham kelgan qishloqqa. Ana qo'rinlari ham kelibdi. Nima raketalar otishni boshlashdi qishloqqa. Yo'q, bu safar menimcha g'alaba osonlikcha ola olmaymiz. Bombalardan qishloqqa bombalar. Yo'q, bular hattoki qurollar juda ham kuchli ekan. Biznikidan ham kuchli menimcha. Lazerlar ham hattoki elektr bilan ham o'chyapti. Tesla qurollari bor ekan. Qishloqqa ehtiyot bo'lish kerak. Voy. Davutcha dahshatli bular, ko'pligini qara. Bu qoralarni o'ldirish ancha qiyin. Yo'q, chiqib. Mayli, qishloqqa qaytib chiqyapman. Sen o'zing bir nima qilib tur. Hozir men chiqyapman. Sen yo'qol. Nega o'lmaydi hamayli. Tezroq tepaga chiqish kerak. Otamiz. Tezroq kel, qora zombilar juda ham kuchli ekan. Raketalari ham bor. Ehtiyot bo'l. Qishloqqa bizning qurolimiz bularga kuchlilik qilyapti. Bularga bombalardan o'tib turish kerak. Bombalardan 3-4 ta bomba. Bombalar meni yaxshiga jonini olishyapti. Tasavvur qilolmayman 3-chi fazadan bo'lishini qishloqqa. Vertolyotlar bilan uchib kelishmasa bo'ldi. O't, hammasiga bomba ot. Men ham otib yotibman. Ular namuncha joni ko'p, yana ko'pligini qarang, eshaklarni. Voy don, bitta lazerim yarim jonimni ketkazdi. Bunchalar kuchli bo'lishmasa, voy yaramaslar, o'lasan hammang. Baribir o'ldiraman. Bular qaladi, biz sizlarga emas. Qani o'ldi, buncha bular chidamli-ya. Dahshat. Qishloqqa tezroq ot, bombalar ham tashlash kerak bularga. Ana kamayib ham qolishdi anchagina. O'l yaramaslar. Yenisini ham, boshqasini ham o'ldiraman. Sizlarga bas. O'l. Chidamli ekan, juda qavli ekan. Zombilarga to'g'ri baho bera olmading shekilli. Ular anchagina kuchli ekan biz o'ylaganda. Qishloqqa bu haqiqiy dahshat. Bularni o'ldirib bo'lmayapti. Lekin kam qolishdi. Bularni albatta qo'qamiz. Mana bombadan ye. Bitta bomba, chiqyapsizlarmi? Sizlarga emas. Qani o'l.